11. ders Resulullah'a erişiş hakkında. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Tövende diktanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah derslerden 11. ders Resulullah'a erişiş hakkında temizini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aldınqı derslerimizde Allah yaxşı görüdigan sübetler ve şu xil sübetdeki kişiler üstüde toxtaldık. Hem Allah yaxşı görüdigan sübetlerden ihsan sübeti hakkında öğrendik. Bugünkü dersimizde Allah yaxşı görüdigan sübetlerden yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e erişiş üstüde toxtalımız. Allah subhanahu ve teala Resulullah'a erişken kişini özü yaxşı gördiganlıqını ve ularning günahlarını mağfiret qildiganlıqını ve ularga özünün rahmetini nazil qildiganlıqını va'da qildi. Sadiq, haqiqiy, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni yaxşı görgenler bilen kadib bo'lgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni tilida yaxşı görmen deb öz yaxşı görmegen kişiler üçün yaxşıroq qilib aytganimizda her kişiye bu davasida özünün haq yoki nahaq ekanligini başka adamdan so'rab o'rganishning o'rniga özünün qo'liga bu tarozini berib qo'ydi. Bu tarozi bilan özünü o'lchash va Rasulini yaxshi ko'rish ig'iz bilanla aytib qutulib ketadigan ish emas ekanligini, Rasulini yaxshi ko'rishning jiddiy, muhim ish ekanligini ve Allah tarafından en katı va'da bo'lgan Allah'ın muhabbeti, mağfireti ve rahmeti va'da qilinganligini bayon qildi. Bu taraza Sure Al-İmran'daki yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ularga aytqin ki agar sizlar Allah'ını dost tutsanglar bana ergishinglar ki Allah sizlarni dost tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir degan mushu oyati kalimadir. Mana bu birodarlar hammamizning qo'limizdagi adil, aniq, ro'shan tarozidir. Her kişi bu tarozida her kundagi hayotini bir qitim qo'yib o'lsin. Özünü tarazının bir pellesiga qo'ysin. Allah'ның muhabbetini da'vo qilgan bo'lsa, ikkinchi pellesidan Allah'ның yaxshi ko'rishligi va mag'firatini ko'rib olsin. Agar özünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergashganligini tarozining bir pellesidan topolmasa, ikkinchi pellesidan Allah'ның muhabbeti, mag'firati va rahmatini umid qilmasin, birodarlar. Şunun için Allah'ın muhabbetinin bir ciddi mesele ekanligini hammamiz mulohaza qilib qo'yishimiz kerak. Bu sizlar uchun va yoki boshqa odamlar uchun emas. Bu avval o'zimiz, ondan o'zgalar uchundir. Allah subhanahu va taala mana bu oyatni biz uchun intayin katta bir bishorat hamda intayin ig'ir bir mas'uliyat qildi. Yani sizlarga Allah'ni ahiret gününü ümid qilgan ve Allah'ni ko'p yod etganlarga Resulullah albatta yaxshi ulgudir. Sure Ahzab 21. ayet. Kimga Allah ve Resulünü ümid qilgan, Allah'ni ko'p yod qilgan kishilarga. Demek Allah'ın muhabbetiga erishish yo'li bu ittiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergishishdir. Lekin ergishish Allah'ni ümid qilmay turib bo'lmaydi. Raja, ümidni bu yerde bir izohlab o'tamiz. Bizdeki türlük g'arazlar qatorida ümid g'arizi bor. G'arazlar qatorida yana yemek içmek g'arizi, jinsiy g'araz, qo'rqish ve ümid g'arazisi bor. Mana bu g'arazlar
islom ko'rsatmasi asosida qondirilsa, ya'ni halol to'g'ri yo'l bilan insondagi g'arazlar rohatlandi. Agar islom ko'rsatmasi asosida qondirilmasa, bu g'arazlarning beqarorligi kuchaydi. Avvalgi vaqtda zohirida qong'onga o'xshaydi. Lekin beqarorlik vujudga keladi. Ondan kelib chiqqan zarardan tashqari, misol qilib olganimizda, yemek g'arazini agar yeydigan taom bilan qondirmasak, boshqa narsa bilan qonmaydi. Aytgandan kechgacha uni qondirish uchun har xil kuylarni chelib bersa yoki har xil qiziqarli so'zlarni aytib bersa, hattoki tinimsiz oyat hadislarni uning quliga anglatsa, ham baribir u g'araz yeyish uchun talpinib turaveradi. Bir narsa yemigicha boshqa narsa bilan qonmaydi. Bu ya halol yo'l bilan islom ko'rsatmasi asosida qondiriladi va yoki harom yo'l bilan qondiriladi. İnsan mana shu g'arazini harom yo'l bilan qondirib javobgar bo'lib qoladi. Boshqa g'arazlar ham shuningga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga umid qilish g'arazini berdi va bu g'arazini o'zidanla umid qilish bilan qondirdi. Agar biz Allohdan umid qilmaydigan bo'lsak, qandaqdir bir narsadan umid qilamizki, bizga hech bir foyda ham bermaydigan narsadan umid qilishga boshlaymiz. Mana hozir mutlaq dinga unamagan, dinni oshkor inkor qilgan, Allohning vujudini inkor qilganlar bir narsani umid qilmay yashayotdi. Yo'q. Ular ham umid qilib yashayotdi. Ammo ular foyda zarar berolmaydigan narsalardan umid qilib yashayotdi. Ular qo'rqmay yashayotdi. Yo'q. Ular hatto ko'langillaridan ham qo'rqib yashayotdi. Ularga hech qanday zarar yetkazolmaydigan narsalardan qo'rqib yashayotdi. Ammo mu'minlar o'zlarining qo'rqish g'arazasini Allohdan qo'rqib qondirib yashaydi. Bu qo'rqish ularning hayotini ijobiy, foydali hayotga aylantirdi. Boshqa g'arazlar ham birodarlar shunga o'xshaydi. Alhamdulillah. Ana biz bu umid g'arazimizni Allohdan umid qilib qondiramiz. Agishish g'arazi bor. Bu g'arazni Alloh subhanahu va taolo Rasuliga agishish bilan qondirdi. Bu agishishimiz dunyo va oxiratda bizga manfaat beradi. Alloh va Rasulini inkor qilganlar birovga agashmasdan yashayotdi. Ular turli narsalarga agishib yashayotdi. Ular davrlarning o'tishi bilan shaxslardan o'zgartib olgan odamlarga agishayotdi. Ularning agishishi dunyo va oxiratda la'natga sazovor bo'lib qoldi. Mu'minlarning baxt saodati shu yerdiki, Alloh subhanahu va taolo ularni yaratgan g'arazni qondirish yo'lini ham o'zi ko'rsatib qo'ydi. Bu bizdagi ittiba, agishish g'arazisi. Fursatdan foydalanib shuni ham aytib qo'ymanki, Alloh qalbimizda yomon ko'rish, ya'ni adovat g'arazisini ham yaratib qo'ydi. Agar bir narsani yomon ko'rmasak, bu g'arazimiz qonmaydi. Qandaqdir bir narsani yomon ko'rishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo uningga shaytonni yomon ko'rishni buyurdi. Mana bu g'arazni shuning bilan qondiramiz. Allohning dushmanlarini yomon ko'rish bilan qondiramiz. Agar bu g'arazimizni Allohning ko'rsatmasi asosida qondirmasak, biz undaqda Allohning do'stini yomon ko'rib qo'yamiz. Alloh bizga muhabbat g'arazisini berdi. Bu muhabbat g'arazisi bilan Allohga muhabbat qilamiz, Rasuliga muhabbat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytiga muhabbat qilamiz.
sahobalarga muhabbat qilamiz, tobiinlarga muhabbat qilamiz, ular ergashgan kishilarga muhabbat qilamiz. Xulosa Allohning do'stlariga muhabbat qilamiz. Agar bu g'arazimizni Allohning ko'rsatmasi asosida qondirmasak, Allohning dushmanini muhabbat qilib yashaymiz. Mana hozirgi vaqtda ko'p kishilar bu g'arazlarni to'g'ri qondirmaganligi uchun boshqa bir yo'l bilan qondiryotdi. Texmi aniqroq tushunish uchun aytamizki, jinsiy g'arazini shar'iy nikoh ko'rsatmasi asosida qondirishni Alloh ko'rsatmadi. Bu g'arazini shu asosda qondirmaganlar u g'arazini qondirmasdan yashayotdi. Harom yo'l bilan, ya'ni ular boshqa bir rasmiyatchilik yo'llariga o'tib baribir qondirishib yashayotdi. Shuning uchun musulmonlarning baxt saodatining kengligi shuki, Alloh subhanahu va taolo yaratgan bu g'arazlarni hech kim o'zgartirmaydi. Buni ya halol yo'l, islom ko'rsatmasi asosida qondirdi yoki odamlar tarafidan bo'lgan harom yo'l bilan qondirdi. Shuning uchun biz aslida har bir narsani Alloh subhanahu va taolodan umid qilishimiz kerak. Rizqni Allohdan umid qilamiz. Yaxshilikni Allohdan umid qilamiz. Farzandni Allohdan umid qilamiz. O'g'ilni Allohdan umid qilamiz. Qizni Allohdan umid qilamiz. Har bir narsani Allohdan umid qilamiz. Musulmonlar toshdan umid qilmaydi, daraxtdan umid qilmaydi. Musulmonlar har bir sohada o'zining harakat yo'nalishlarida o'zining umid qilish g'arazini Allohdan umid qilish bilan qondirdi. Boylikni Allohdan umid qilamiz. Qanoatni Allohdan umid qilamiz. Xulosa hamma islomiy axloqlarni Allohdan umid qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqchi bo'lgan kishilarga qiyomat kunini umid qilgan odamga bu narsa shartdir. Ya'ni biz qiyomat kunini umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolaning rahmatini umid qilamiz. Qiyomat kunidagi azoblardan Allohning saqlashini umid qilamiz. Mana bu bizning umidimiz. Qiyomat kunini umid qilishdir. Mana bu joyda bir nuqtani aytib o'tmoqchimanki, juda ko'pimiz Allohdan umidim katta deymiz va qiyomat kunida umidim katta deymiz. Islom mana bu oyatda va zakaralloha kaseera, ya'ni Allohni ko'p yod etganlar deb shu narsani eskartdi. Biz quruqdan quruq umid qilish bilan qutulib qolmaymiz. Alloh subhanahu va taolani ko'p yodiga olgan kishilarga dedi: har bir harakatimizda, muomalamizda Allohni yod qilamiz. Birov bilan gaplashayotganimizda, ya'ni to'g'ri gap qilishim kerak deb Allohni yodimizga olamiz. Kazibdan to'sqan deb Allohni yodimizga olamiz. So'd sidq muomalada harom baydan to'sqan deb Allohni yodimizga olamiz. Halol so'd sidqqa buyurgan deb Allohni yodimizga olamiz. Ribodan to'sqan deb Allohni yodimizga olamiz. Farzandlarimizni tarbiya qilishda Allohni yodimizga olamiz. O'zimizni isloh qilishda Allohni yodimizga olamiz. Har bir ishimizda Allohni yodimizga olamiz. Demak, Allohni ko'p yodiga olgan kishilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish zarurdir. Allohni umid qilgan, qiyomat kunini umid qilgan va amaliy suratda Allohni ko'p yodga olgan kishilar uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish zarurdir. Shuni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishni da'vo qilishdan ilgari mana bu uch sifatni o'zimizga mujassam qilishimiz kerak. Ana undan keyin biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishni o'zimizga lozim ko'rishimiz kerak. Birinchi, u kishining
shaxsiy hayotlarini o'rganamiz. U kishiga ergashishimiz va shu o'rgangan narsani o'zimizning hayotiga tatbiq qilishimiz kerak. U kishi o'zining shaxsiy hayotida nimalar qilgan, u kishining amallari nimadan iborat bo'lgan, u kishining hayotdagi ahvollari qanday bo'lgan, u kishi Alloh tarafidan ma'mur bo'lgan va o'zining shaxsiyatida ma'mur bo'lgan narsalar bor. Mana bu narsalarda ba'zi ahvollari borki, xohlasak ergashimiz, xohlamasak ergashmaymiz. Lekin ergashsak albatta yaxshilik bor. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi taomlarni yaxshi ko'rgan. Buni da xohlasak biz ham yaxshi ko'rib yeymiz. Xohlamasak boshqa taom yeymiz. Lekin u kishi yaxshi ko'rgan deb yesak bizga ajr bo'ladi. Bu u kishining o'zining shaxsiyatidir. Ba'zi narsalarga buyurgan narsalarga ergashishimiz kerak. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bizning bu shariat, ya'ni islom yo'limizda yo'q bo'lgan narsani elib paydo qilgan bo'lsa, bu mardud dedilar. Ya'ni bid'atlar, mardud narsalar. Xususan ibodatlardagi bid'atlarni biz mardud deb bilishimiz kerak. Islom ko'rsatmasida biz mujtahidlar o'rtasidagi ixtiloflarga aralashmaymiz. Mujtahidlar oyat hadislardan ba'zi bir fikrlarni olgan bo'lsa, boshqalar uningdan boshqacha fikr olgan bo'lsa, biz bu sohaga aralashmaymiz. Bir mujtahid bir narsani amal qilgan bo'lsa, ikkinchi mujtahid uning aksini amal qilgan bo'lsa, biz bu narsalardagi ixtiloflarga aralashmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsiy hayotida ko'p e'tibor bergan narsalardan birisi tahajjud namozi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashabi kiromlar islomning beshida tahajjud namozi o'qigan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga subhi vaqtidan ilgariki vaqtda tahajjud namozi o'qish farz bo'lgan. Ashoblar ergashgan. Alloh subhanahu va taolo buni keyin ashoblardan ko'tarib o'tgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrining oxirigacha o'qigan edi. Hatto putlari qopirib ketgan vaqtda sizning gunohingiz kechirildi-ku deganda, gunohimning kechirilganligiga shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi deb tahajjudni davom etgan edi. Lekin buni jamoat bilan keyingi Ramazon oylarida xususan farz bo'lib qolmasin deb o'qishdan qo'rqdi. Farz bo'lib qolsa keyingi ummatlarga, xususan bizga o'xshagan ko'p qiyin bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shaxsiy ahvollaridagi holatlarida shu narsalarni ham aslab o'tishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shamoillar, ko'rinishlari qanday bo'lganligi haqida musulmon kishilar o'zlari mulohiza qilish kerak. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari qanday bo'lgan? Bu ko'rinishlardan qaysi amallarga buyurgan, qaysi amallarni o'z holicha qo'ygan? Misol qilib aytsak, Rasul sallallohu alayhi vasallamning chechi bo'lgan, lekin choch qo'yishga buyurmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soqoli bo'lgan, soqol qo'yishga buyurgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam tuklarni qisqartirishga buyurgan. Mana bu narsa davrlarning o'tishi bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamning shakldagi bu buyurgan buyruqlarini buyurmaganlarini emas, davrlar o'tishi bilan o'zgartmay u kishining eng komil holatda deb tan ilishimiz kerak. Boshqa bir falsafalarning ta'sirida bu narsalarga zid yurish bu nihoyat xatar manhajdir. Bir kishining o'zini o'xshatmasligi bu xato bo'ladigan bo'lsa, lekin o'xshatmaslikka targ'ib qilishi bu xatardir. Mana bu narsadan biz ehtiyot qilishimiz kerak.
bizning iymonimiz shundoq bo'lishi kerakki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning axloqlari, hayo, xuluqlari kelinchaklardan ham hayoliq deb ta'riflanadi. Hayo boshqalarning falsafasida odamning nuqsoniga dalolat qiladi deydi. Xususan dinsiz falsafada. Hayo islomda iymonning asosi hisoblanadi. Mo'min kishi birovning yuziga qarab, sen falonchi xatolikni qilding deb aytishdan hayo qilish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning odat sharaflari biror xatoni bir kishida ko'rsa, odamlarga nim bo'ldi deydiki, birovning ismlarini atab ayplamaydi. Davr taraqqiy topdi. Endi odamlar hayosiz bo'lish kerak degan narsa bu nihoyat xatodir. Bizning davrimizda birov aytmasa kerak, chunki hozir hayosizlikning zinini har bir inson ko'rmoqda. Shu yerda biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergishadigan asosiy sifatlarni bilishimiz kerak. Bu sifatlarni ko'pincha tavhid ulamolari to'rtga bo'lishgan. Birinchisi siddiq, sadoqat. Ya'ni sadoqatdan maqsad shuki, payg'ambarlar abadiy yolg'on so'zlarni aytmagan. Payg'ambarlar yolg'on so'z so'zlashdan pok bo'lgan. Chunki risolatning asosi o'zi sadoqat asosi qurilgan. Hatto bashariyat ichidagi eng qattiq dushmanlari ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning biror sohada yolg'on aytganligini izlab ham tepish olmagan. Hatto birovlar bu kishi yolg'on aytamdi deb so'ragan vaqtda bir devolayli digidek darajada ham yolg'on aytganligini tepish olmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va o'tgan payg'ambarlarning yolg'on aytganligini hech qaysi tarix yod qila olmaydi. Amonatdor. Amonatning bir necha ma'nosi bor. Alloh tarafidan buyurilgan narsani hech o'zgartmasdan o'tash, mana bu amonat. Payg'ambarlarda bo'lgan. Xulosa, Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va o'tgan payg'ambarlar tog'lar, osmonlar ko'tarishdan qo'rqqan shu da'vat amonatini doim ko'tarib yurgan. Biz xiyonat deganda biror kishining meliga xiyonat qilganlikni tushunamiz. To'g'ri, buni ham amonat, xiyonat desak bo'ladi. Ammo bu amonat va xiyonat ma'nosining hammasi emas. Bu sohada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga barobar misolni o'xshat qilib bo'lmaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ltirman deb yurgan ashaddiy dushmanlar ham o'zlarining omonatini qarindoshlari uyoq tutsin, o'zlarida turishdan ko'ra payg'ambarimizda turishni afzal ko'rgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratga, ya'ni Makka dan Madinaga bo'lgan safariga ketayotganda o'zi bilan birga bo'lgan Abu Jahlga o'xshagan odamlarning omonatini Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuni o'rniga yotqizib, shu omonatni egillarga o'tab qo'yishni topshirib qo'ygan edi. Tarixda buning o'xshashi bo'lmaydi, birodarlar. Bundan boshqa misol keltirishga hojat yo'q. Qanoat, ya'ni ziraklik, payg'ambarlardagi ziraklikdek ziraklik bo'lgan emas. Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarga o'zining muqaddas kitobini avatdi. Ba'zilariga sahifani, ba'zilariga vahiyning o'zini tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana Qur'oni Karimni vahiy qildi. Qur'onni va shu Qur'oncha ilmni qo'shib berdi. Shuncha ilmni boshqaradigan zirak aqlni ondan ham ko'proq qilib berdi. Chunki aql insonning ilmini boshqaradi. Qaysi bir kishida ilmi ko'p bo'lib, aqli past bo'lsa,
aql o odamni xohlagan ko'chaga boshlab yurishi mumkin. Ammo aqli ilmiga hokim bo'lib turadigan bo'lsa, aql zirakligi bilan u ilmni qayerga ishlatishni biladi. Masalan, biror dushmaningiz sizga kambag'allikni maqtaydi. Kambag'allikning qiyomat kuni hisob kitobi oson bo'ladi deb sizga tushundirdi. Bu gap haq. Mol dunyosi oz bo'lsa, hisob kitobi oz bo'ladi. Lekin dushman boylikni sizdan tortib olish uchun sizga shu ilmni ishlatadi. Agar siz zirak bo'lmasangiz, bu ilmni shunda qabul qiladigan bo'lsangiz, dushmaningizga aldinasiz. U o'zi boy bo'lib, sizni mustamlik qilmoqchi bo'ladi. Zirak bo'lmasa, ilm insonga foyda bermaydi. Boylik ham yomon emas. Boy odamda taqvo bo'lsa, boylik bilan hamma yaxshiliklarni qila olishi mumkin. Lekin bu narsani dushman sizga pardalab turdi. Shuningga o'xshagan birov sizni nihoyat qattiq urish uchun kaltaklagandan keyin siz o'zingizni o'ngishib olib, uni adablash uchun jur'at qilib turganingizda sizga halimlikdan so'zlab, birodar, bu kechirimning ulug'ligini bilsang-ku, birovni afu qilganlikning savobi ko'p-ku, halimlikning savobi ko'p-ku desa, bu narsa to'g'ri ilm, haqiqatdir. Lekin siz zirak bo'lmasangiz, siz kechirgandan keyin u kuch to'plab sizni o'ldirishi mumkin. Zirak bo'lmagan kishi ozg'ini bir jamiyatni va oilani boshqara olmaydi. Payg'ambarlarning yelkisida tamomiy bashariyatning yuki bo'lgan. Qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning yuki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yelkisida bo'lgan. Bu zotdagi ziraklikka shak shubha yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tarixini o'qigan kishilar bu kishidagi ziraklikning haddidan tashqari yuqori bo'lganligini biladi. Tabliğ, da'vatni yetkazish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu sifati misoli ko'rilmagan darajada bo'lgan. Da'vatni yetkazishda 23 yil muddatda bashariyat ichida qiyomatgacha undaq dushmanlari bo'lishi mumkin emas odamlarning ichida yashagan. Hech kishining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga umr bo'yi qilgan xizmati va yaxshiliklari u odamni dinga chaqirishdan biror qitimmi to'siy olmadi. Yoki umr bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ltirman deb yurgan odamni dinga da'vat qilishdan bir qo'rqitish to'siy olmadi. Bir odamni qo'rqmasdan dinga da'vat qilish mumkin. Qattiq qo'l odamlarning oldida ham insonning ichidagi bekinib yotgan shijoati qo'zg'alib, odamlarni haqqa da'vat qilishi mumkin. Ammo sizga umr bo'yi xizmat qilib, yaxshilik qilgan odam xato qilgan vaqtda xatosini aytish qiyin, birodarlar. Abu Talib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'g'illaridan bek yaxshi ko'rib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nikoh qilgan vaqtda nikohini Abu Talib o'qigan. Umrida barliq yaxshiliklarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yer yuzida himoya qiladigan biror odam qolmaganda Abu Talib himoya qilgan. Ammo Abu Talibni haq chaqirishdan bu yaxshiliklari to'siy olmagan, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talibni da'vat qilgan. Abu Talib iymon keltirmasdan o'tib ketgan. Tabliğ sahasida misli ko'rilmagan, hatto Allah subhanahu va taolo qattiq oyat nozil qilgan. Ya'ni, ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarga hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan.
Allah seni kişilərinin ziyankeşlikidən saqlaydı. Allah hakikaten kafir kavmini hidayet kılmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qoğduğucusu Muhammed İbni Mesleme idi. Şu ayet düşüşü bilen Muhammed İbni Esleme'ge meni hiç kişi qoğdumusun, Allah meni öz himayesiga aldı dediler. En aşeddi düşmanlar arasında kim Muhammed'ni öldürse 100 tögü mukafat deb şuart olangan. Hem Adem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kallasını iliş, herislikiga boğan cemiyetinin içinde Allah o kişini 23 yıl sakladı. Yukarı haletlerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem birer qitim tebliğ qilishni to'xtatgani yo'q. Biz mana bu 4 sifatda ergishishni bilishimiz kerak. Birinci, sadaqat muomallarda hammasida biz sidiqni o'zimizga lozim ko'rishimiz kerak. İkinci, omonat. Allah tarafidan buyurilgan omonatni o'zimizga to'liq tatbiq qilishda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergishishimiz kerak. Üçüncü, qanoat, zirek bo'lishimiz kerak. Uyimizdagi farzandlarni tarbiya qilishda, birodarlar bilan gaplashganda, dushmanlarning hili-mikirlarining oldida turganda zirek bo'lishda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergishishimiz kerak. Dördüncü, tebliğ, yetkizishda Allah'ның buyruqlarini e'lon qilib aytishda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergishishimiz kerak. Tevhid ulemalari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki asas sifatlarni 4 deyishdilar. Ba'zi birimiz balki nihoyatda sodiqmiz, lekin omonatdor emasmiz. Ba'zi kishilarning omonatdorliklariga havas qilamiz. Lekin ularda hech qanday zereklik yo'q. Düşmanlar hem xoligan ko'chasiga yetilib ketaverdi. Ba'zi bir kishilar nihoyat zerek, ulardagi aqlga havas qilamiz. Xususan dunyo tepishga nihoyat aqlli. Ammo Allohning buyruqlarini o'zining farzandiga ham yetkazmaydi. Tebliğ sifati mutlaq yo'q. Allohning hukmini hech bir kishiga aytmaydi. Bu sahada sening men bilan koring bo'lmasin, mening ham sen bilan deb qo'yib qo'ydi. Ularning omonatdorligini ko'rib havasingiz keldi. Ba'zi odamlar Allohning yo'lida da'vat qilib yetkazadi. Boshqalarni tarbiya qilib o'qitayli va hokazo deb targ'ib qiladi-yu, hech bir omonatdorlik sifati yo'q. Qaysi xiyonatni izlasangiz şu adamdan tepilishi mumkin. Shuning uchun yo sodiqlik yo'q. Hamma ishimiz hili-mikr bilan to'lib ketgan. Bizni ham shu muhit ko'p hili-mikrlarga majbur qilgan. Allah subhanahu va taolaning rasuliga ergashmoqchi bo'lsak, mana shu 4 sifat hammamizning yodimizda bo'lsin, birodarlar. Shu 4 sifatni o'zimizda joriy qildirsak, bizdeki başka rezil ahlaklar yo'qoladi. Tebliğ deganda bir azg'ina to'xtalib o'tishimiz kerak. Allohning hukmlarini yetkazishda ba'zilarimiz bor, ilhomimiz kelib turganda, sog'lom turganda, kasblarimiz yurishganda bolalarni o'qitib, birovlarga ta'lim berib, haqni tushundiramiz. Ammo melimizga bir ziyon yetib qolsa yoki kasal bo'lib qolsak yoki gapimiz ta'sir qilmay undan azor yesak, u vaqtda bizni bu maydondan izlab ham topqilib bo'lmaydigan odam bo'lib qolamiz. Payg'ambarlar hammasi Allah subhanahu va taolaning yo'lida beshiga yetgan musibatlarga suslashib, zaiflashib va ruhsizlanib qolmadi. Allah subhanahu va taolo sabırlarni, yani da'vat yo'lida sabr qilguvchilarni yaxshi ko'rdiganligini bayon qildi. İslam ümmetideki her bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nusxisi,
shekli bo'lishga harakat qilish kerak. Bayanda Allohning yo'lidagi jihatda, hikmatlik bo'lishda, tajribalik bo'lishda, ibodatda, dunyoni do'st tutmaslikda, jur'atda, sabatda, karamlik bo'lishda, xususan birovlarga marhamatlik bo'lishda, muloyim bo'lishda, hushyor bo'lishda, ilmda, amalda va hatto o'zining holatida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlarning holatida shu narsalarning hammasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shamoillari qandoq bo'lganligini surishtirib o'zini shuningga selishga harakat qilish kerak. Shundala Alloh subhanahu va taolo bu kishining harakatiga agarki bir kichikkina harakati bo'lsa ham nijot beradi, nusrat beradi. Agar shu yo'lda vafot bo'lib ketsa, katta ajr bilan o'tadi. Allah yaxshi ko'rgan sifatlardan 5-si mana hadis qudusida bayon qilingan. Allah Teala deydiki, mening muhabbatim mening yo'limda muhabbatlashganlarga, mening yo'limda ziyoratlashganlarga va mening yo'limda bir-biriga marhamat qilishganlarga lozimdir. Hatta mening yo'limda deb yo'l kalimasi ham yo'q, birodarlar. Men uchun yaxshi ko'rganlarga deydi. Alloh taolo bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar, Alloh uchun bodikada qilganlar, Alloh uchun bir-birlariga muruvvat qilganlarga mening muhabbatim vojib deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bu hadisi muborak rivoyat qilindiki, Allohning shundaq bandalari bor. Ular payg'ambar emas, shahid emas, ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga berilgan martabani ko'rib, ularni payg'ambarlar, shahidlar ham orzu qiladi. Shu chaqda ashablar ularning kim ekanligini so'rashdi. Ular Allohning muhabbati bilan muhabbatlashganlar. O'ttirisida qarindoshlik yo'q, oldi ba'disi yo'q, biror manfaat yoki munosabat bilan bog'lanib qolgan emas. Allohga qasam ichib aytamanki, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ularning yuzlari ham nur bo'lib turdi. Ular nurning ustida. Odamlar qo'rqqanda bular qo'rqmaydi. Odamlar g'amkin bo'lganda bular g'amkin bo'lmaydi. Va shu oyatni o'qib qo'ydi. Allohning do'stlari ularga qo'rqish ham yo'q, ular g'amkin ham emas degan oyatni o'qidi. 3 narsa borki, kimda shu 3 narsa bo'lsa, iymonning ta'mini tetiydi. Biz dunyoda ko'p narsalarning ta'mini bilamiz. Shirin narsalarning ta'mini bilamiz. Ochiq narsalarning ta'mini bilamiz. Iymonning ta'mi va bu ta'mni faqat 3 sifati bor kishilar biladi. Birinchisi, Alloh va Rasuli uning hamma narsadan so'yimlik bo'lsa. Ikkinchisi, birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, kufrga qaytishni, ya'ni islomdan yenishni, o'tqa tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rsa. Mana shu odam iymonning ta'mini tetiydi. Abu Dar al-Ghifari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni nihoyat yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Abu Dar al-G'ifaridek yaxshi ko'rgan sahobalar kam bo'lgan, birodarlar. Hattoki Halilim deb xitob qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Dar al-Ghifariga xos vasiyatlarni qilgan edi. Abu Dar shuningga amal qilib o'tib ketdi. Abu Dar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Abu Dar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan o'zini biror viloyatga amirlikka tayin qilib qo'yishini so'ragan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Ya Abu Dar, men sizni yaxshi ko'raman. Bir ikki odamga amir bo'lmang", dedilar.
yaxshi ko'rganligi sababli Abu Darga biror mas'uliyatni ustingizga olmang dedilar. Ba'zi rivoyatlarda valilikni so'raganda siz zaifsiz, bu omonatdir, valilikning qiyomat kundagi hasrati ko'pdir dedilar. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi. Qiyomatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning martabasidan o'zining martabasining to'van ekanligini aniq biladi. Mana bu hadisda ishora qilib so'radiki, ya Rasululloh, ba'zi odam ba'zi kishilarni yaxshi ko'rdi, lekin ularning amalini qila olmasa, qiyomatdagi ahvol qandoq bo'ladi deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushundida, ey Abu Dar, qiyomatda siz yaxshi ko'rgan odamingiz bilan bo'lasiz dedi. Abu Dar undaq bo'lsa, men Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz yaxshi ko'rganingiz bilan bo'lasiz dedi. Kishi o'zining yaxshi ko'rgani bilan dedilar. Allohning dushmanini yaxshi ko'rishdan hazar qilish kerak. Chunki qiyomatda shuning bilan birga bo'lib qoladi. Alloh uchun yaxshi ko'rish haqida Miqdom radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki, bir kishi bir birodarini yaxshi ko'rsa, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb uni xabardor qilib qo'ysin. Bo'lmasa, uning beparvo bo'lib qolishi mumkin. Qalbning ishini birov bilmaydi. Uning beparvo bo'lishining natijasida, masalan, men bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rsam, uni xabardor qilmasam, men bir kasal bo'lib yotganimda boshqa odam meni ko'rgili kelmasa, xafa bo'lmasligim mumkin. Lekin uni men yaxshi ko'rgachki kelmasa, xafa bo'lishim mumkin. Shuning uchun men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb xabardor qilib qo'yishim kerak. Chunki mening qalbim uning nisbatan boshqacha bo'lganligi uchun uning qalbi ham menga nisbatan boshqacha bo'lishi mumkin. Agar boshqalardan bo'lgan xatoga xafa bo'lmasam ham, uningdan bo'lgan xatoga xafa bo'lishim mumkin. Shuning uchun xabardor qilib qo'yilish kerak. 6-sifat, Alloh subhanahu va taolo islom avvalida jangni farz qilmadi, balki ruxsat bermadi. Hamza ibn Abdul Mutallibdek shahobatlik kishilar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va u kishiga ergashgan kishilarga ko'p azorlar bo'lishiga va ularning o'ltirilishiga qarab turib, kechirishdan boshqa ish qila olmadi. Alloh tarafidan qital oyati nozil bo'lmadi. Birinchi oyat ruxsat berildi. Ya'ni hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Mana bu oyatda Alloh yo'lida mustahkam binoga o'xshash sap bo'lib turib jang qilgan mujohidlarni Allohning do'sti deb atadi. Biz shuni bilishimiz kerakki, shu oyatda cho'nqur bir nuqta borki, biror odam katta bir harsang toshni yakka holatda siljitishga qodir bo'ladi. Ammo tosh bilan qurilgan bir-biriga kirishgan binoning bir kichikkina teshini chiqarib olishga qodir bo'la olmaydi, birodarlar. Alloh, ya'ni shubhisizki Alloh o'zining yo'lida mustahkam binodek sap bo'lib jihad qilganlarni, ya'ni urush maydonida dushmanlarga uchrashgan chaqda mavqasida sabotliq turib g'azot qilganlarni do'st tutadi deydi. Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarning birisi Alloh yo'lida xuddi bir-biriga yepishgan bino bo'lib turib mujohid bo'lishdir. Mana bu sifatni egallagan zotlar ashoblar edi. Ularning soni nihoyat oz edi. Alloh subhanahu va taolo ularga nusrat berdi. Ular shu sifatni egallaganlik uchun Alloh subhanahu va taolo ularga misli ko'rilmagan g'albini berdi.
Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kishilarni yoshlik vaqtidan boshlab jur'atlik bo'lishga odatlantirdi. Sahih hadislarda Allohga ojiz mu'mindan kuchlik mu'min so'yimlikdir deyilgan. Mu'min bo'lgandan keyin ikkilisida ham yaxshilik bor, lekin Alloh kuchlik mu'minni yaxshi ko'rdi. Shuning uchun ashoblarning farzandlari go'dakligidan boshlab shundoq jihad ruhi bilan o'sidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihadga avatganda sahobalarni ikki saf qilib qo'yadi. Shu saf bo'lgan sahobalarning ichida kichik bolalar safning orqasiga bekinib turib oladi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saflarning oralarini tekshirib, kichiklarini qaytirib aytadi. Shunda ba'zi kichik go'dak 10-11 yoshli sahobalar Alloh subhanahu va taolaning shu ajridan mahrum bo'lishdan ansirab, egiz ko'rinish uchun putining uchi bilan dastlab turib oladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bola sahobalardan ikkisini qaytirib etdi. Qaytirib etgandan keyin ularning biri dadisi o'g'lini elib qilish uchun harakat qilgan emas. İslamda mujohidlarning ma'lum daftari bo'lgan emas. Ular ro'yxatga ilinmagan. Ularning qalbidagi ruh o'zi kifoya qilgan, birodarlar. Shikoyat qilib, men mergan edim dedi. Mergan deb aytilgandan keyin qabul qilindi. Shunda yana bir bola Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shirkimga ruxsat berdi. Menga ruxsat bermadi. Agar chelishsam uni yiqitadim dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nihoyatda hassos edi. U ikkisini chaqirib chelishtirdi. Haqiqatda u yiqitdi. Yiqitgandan keyin u balog'imi ruxsat berdi. Mana bu narsa shunga dalolat qiladi-ki, islom avlodlari hammasi kichkidan boshlab jismoniy jihatda cheniqib cho'ng bo'lgan. Ular Allohga ojiz mu'mindan kuchlik mu'min so'yimlikligini bilgan. Ular zulm uchun quvvatli bo'lishga harakat qilmagan. Ular o'zlarining do'st dushmanlarini ayirmasdan do'stlarini jazolash uchun kuchlik bo'lgan emas. Ular Allohga so'yimlik bo'lamiz deb kuchlik bo'lishga harakat qilgan. Alloh bizning jismonan kuchlik bo'lishimizni yaxshi ko'rdi deb turib, shuningga harakat qilgan. Mana hozir bizda mu'minlar zaif. Navoda kuchlik bo'lsa, kuchini mu'min birodarlarga o'zini ko'z tutish uchun ishlatadi. Ammo biz faqat Allohga so'yimlik bo'lish uchunla kuchlik bo'lishga harik. Alhamdulillah, yuqorida Abduvali Qori rahimahulloh darslaridan tanlanmalarning 11-dars Rasulullohga agishish haqida temasini angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.